Assalomu alaykum. Mana hozir biz Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Quva tuman sudiga yetib kelganmiz. Bu yerda himoyamdagi shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqilmoqda. Bu yerda bir oydan beri mazkur sud majlisi davom etmoqda. Bugungi mana sud majlisimiz oxiriga yetib qolay dedi. Himoyamdagi shaxs Jinoyat kodeksining 244 prim 1, prim 2 moddalari bilan ayblanib sudga berilgan va hozirda mazkur jinoyat ishi ko'rib chiqilmoqda. Himoyamdagi shaxs esa taqiqlangan tashkilotlarga a'zo bo'lgan deb ayblanmoqda va bu paytda himoyamdagi shaxs 22 yoshda bo'lgan. Bunday yoshlarda, masalan 20 yoshlar atrofidagi yoshlar fikr mulohazalari o'zgaruvchan va hali huquqiy asoslarni, davlat siyosati bu kabi tushunchalarga to'laqonli tushunib yetmagan bo'ladi. Huquqiy oqibatlarni tushunmaganligi sababli yo'ldan adashadilar ko'pincha. Diniy ta'limotlar ta'sirotga tushib qoladilar. Bu borada ota-onalar nazoratni qo'lga olishlari kerak bo'ladi va mahallada tushuntirish ishlari olib borishlari kerak bo'ladi. Ta'lim dargohlarida, ta'lim muassasalarida yetarlicha tushuntirish ishlarini olib borish kerak.